Xazinem Tortil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. Bir dehqon ochliq saqlaydigan uyiga taxta mushuk qo'yib qo'yibdi. Chashqon taxta mushukni bayqagandan keyin to'xug'i debdi. Birodar, dehqon ochliq uyiga taxta mushuk qo'yib qo'yibdi. Ehtiyot qilginjimi? To'xu mundaq debdi. Dehqon taxta mushukni chashqon tutish uchun qo'ygan tursa, men bilan nima munosabati? Shuning bilan chashqon qo'yg'i debdi. Qo'y, bu o'zingning ishi. Yanala o'zing bakroq ehtiyot qil, debdi. Chashqon kalini izlab tepib, dehqonning taxta mushuk qo'yganini debdi. Kala nihoyat mag'rur holda: "Sen chashqon tutadigan taxta mushukning bir kalini tutib olib o'ltirib qo'yganligini anglaganmisan?" deb chashqonni mazoq qildi. Ikkinchi kuni bir zaharli ilon dehqon qo'ygan taxta mushukka besilib qopdi. Hamda ochliq olg'ili kirgan dehqonning ayolini chiqib oldi. Shuning bilan dehqonning ayoli doktorxonaga yetib qopdi. Dehqon ayoliga quvvat bo'lsin deb to'xini o'ltirib ayoliga sho'rpa qilib beribdi. Ayolini ularning tuqqanlari yo'qlab ketdi. Dehqon yana qo'yni o'ltirib tuqqanlarini mehmon qildi. Dehqon ayolni davolatib bo'lolmay boshqalarga qarz bo'lib qolganligi uchun kalini qassobga setib beribdi. Do'stim, mayli oilada qarindoshlaringiz bo'lsin yoki do'st birodarlaringiz bo'lsin, atrofingizdagi odamlarni qo'g'diganingiz amaliyotda o'zingizni qo'g'diganingiz. Siz men bilan munosabatsiz deb o'ylagan nurg'un ishlar amaliyotda siz bilan hayot-mamotlik zich munosabatlik bo'lishi mumkin.